Qaysi kechiksa bu normalmi? Yo'q, agar 2 oydan ham oshib ketsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. 6 oy davomida homilador bo'la olmasam, bu bepushtlikmi? Yo'q, 1 yilgacha homiladorlik bo'lmasligi bu norma. 1 yildan oshadigan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Gormon ichish semirtiradimi? Agarda noto'g'ri va vrach tavsiyasiz ichilsa, albatta semirtiradi. Qichish bo'lsa, bu doim kandidozmi? Yo'q, har doim emas. Sabablari juda ko'p. Bakteriyalar, viruslar, griboklar juda ham sababi ko'p. Operatsiya og'riqlimi? Yo'q, zamonaviy tibbiyotda bu og'riqsiz. Laparoskopiyadan keyin homilador bo'lish mumkinmi? Albatta, homilador bo'lish ehtimolligini oshiradi. Hayz payti og'riq normami? Hayz vaqtida agar og'riqlar kuchli va ayolni bezovta qiladigan bo'lsa, bu norma emas. Testdagi zaif chiziq chiqish nimani anglatadi? Homiladorlik ehtimolligini bildiradi. Ginekologga qachon borish kerak? Yiliga kamida 1 marta. Agar sizni hech narsa bezovta qilmayotgan bo'lsa, Namuna Hasanov obuna bo'lish bu normami? albatta norma. Unga obuna bo'lmaslik esa albatta xato.